Sirdaryo viloyatida muzeylarning o'rniga yangi nazar bilan qarashga qaror qilindi. Bu yerda ularni faqat namoyish xonalari emas, balki tarix va madaniyat bilan yuzma-yuz uchrashuv joylari sifatida ko'rishmoqda. Viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Erkinjon Turdimov ushbu mavzu yuzasidan muhokama o'tkazib, shunday dedi: Muzey xalqning jonli xotirasidir. Agar yoshlarni u yerga olib borsak, ular o'tmish bilan bog'lanishni, yurt uchun g'urur va asl nasabini ardoqlashni his qilishadi. Hozirgi holatni yaxshi, ideal deb bo'lmaydi. Tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, muzeylarga atigi 15% maktab o'quvchilari va 17% talabalargina tashrif buyurishgan. Bu oddiy raqamlar emas. Bu biz o'zimiz ma'naviyatga qay darajada e'tibor qaratayotganimizning ko'rsatkichi, deya ta'kidladi viloyat rahbari. Holatni yaxshilash maqsadida yoshlarning muzeylarga tashriflarini belgilangan kunda bepul qilish va har bir tuman uchun yo'l xaritalari tayyorlashga qaror qilindi. Bu ishlarda maktablar, texnikumlar, universitetlar, madaniyat, ma'naviyat va ma'rifat markazlari jalb etiladi. Biz shunday sharoit yaratishimiz kerakki, har bir o'quvchi yoki talabada faqat o'tmish haqida eshitish emas, balki uni o'z ko'zi bilan ko'rish, o'tmish nafasini his qilish imkoniyati bo'lsin, dedi Turdimov. Endi Sirdaryoda muzeylarga tashriflar tarbiya jarayonining bir qismiga aylanadi va buni ommalashtirish esa ta'lim va madaniyat muassasalarining umumiy vazifasi bo'ladi.